Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizga Vatdagi asosiy hamma narsa MDF bo'lyapti. Bu hozir 11 ga 11 yarim, adashmadimmi? Afzallik taraflari hali Qog'oz emas. Qog'oz emas. Bu yerda ishlatilgan narsalar o'sha MDF materialdan, faqat MDF materialdan ishlatildi. Necha pulga tushdi endi bular? Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun Xudo xolasa Avazbek akamiz bilan 11 ga 11 yarim bo'lgan patologimizni necha pulga tushganligini birgalikda sizlarga obzor qilib beramiz. Avazbek aka, Assalomu alaykum aka. Xush kelibsizlar. Bizni Yozyovon rayon Qoratepa qishlog'iga xush kelibsizlar. Zo'r aka. Aka, nima ishlar bo'ldi? Bu hozir 11 ga 11 yarim, adashmadimmi? 11 ga 11 yarim darvozaxonamiz. Aha. Xudo xolasa mana MDF patologdan chiroyli qilib bitkazib berdik. Vatdagi asosiy hamma narsa MDF bo'lyapti. Bu yerda ishlatilgan narsalar o'sha MDF materialdan, faqat MDF materialdan ishlatildi. Boshqa material yo'q bu yerda. Hammasi MDF dan qilingan. O'sha karniz gullari, o'sha urgan chaspak nimalarimiz, gullarimiz, chiqartirilgan gullar ham hammasi MDF dan ishlatilgan. MDF dan. Bo'ldi. Endi aka, xudo xolasa kuzatuvchilarimizga shunaqangi ob'yomda darvozaxonalari bo'lsa, necha pulga tushishligini bilib olishlari kerak. Xudo xolasa biz foydali bo'lib qoladi. Necha pulga tushdi endi bular? Xo'p, bu joyimizga общий 160 kvadratlik MDF list oldik. 160 kvadrat. Material ishlatdik. 160 kvadratlik. Bu joyimizga xo'p 12,5 millionga materialimiz to'xtadi. Ha, 12,5 millionga 12,5 million so'mga materialimiz to'xtadi. Mix samarizlar bilan hisoblangan 13 million o'rtacha ishlatildi. Xo'p, xizmatimiz endi 8,5 millionga to'xtadi o'sha joyimizga. Umumiy 13 million materialga ketgan. Bular xizmatlari 8,5 million so'm bo'lgan. Xo'p, endi aka, bularda misol reyka qancha ketgan, ularni ham ro'yxati bor-da, adashmasam. Bulardan bitta bunaqa bersak, bilib olishadi. Xo'p, bu joyimizga общий reykamiz 850 metrli reyka ishlatdik. Keyin 850 metr. 50 metrlik reyka ishlatdik, 850 metr общий joyimizga. Ha. Bu karniz gullarimizdan salkam 40 tadan ketdi. Ha, bunaqa karniz gullarimiz. Chekkalariga o'sha tilla fatonli versaj gullarimizdan o'sha 40 tadan ketdi. Zo'r. Bo'ldi. Zo'r aka. Xo'p, endi shunaqangi patolog qilmoqchi bo'lganlar, masalan, kuzatishyapti hozir. MDF patolog qilishlar uchun qanaqa tavsiya berasiz? Nima farqi bor qolgan patologlardan? MDF patologimizning afzallik taraflari shundaki, ko'pchilik bizdan so'rashadi. Telefon orqali ham o'sha telefon qilib so'rashadi. Gipsokarton plastikdan afzallik taraflari bu sovuqqa, issiqqa chidamli, baquvvatligi o'sha 0,6 santimetrli bo'ladi. Ko'pchilik biladi o'zi buni razmerini. Chidamligi keyin issiq sovuqqa, tumanga, ko'pchilik aytadi yana, tumanga ham chidamli bo'ladi. Faqat o'sha suv tegmasa bo'ldi, orqa tarafidan, tepadan chakka suv tegmasa bo'ldi. Garantiyasi xudo xolasa uzoq yillar xizmat qiladi. Zo'r aka. Biz ham endi 5-6 yillik stajimiz bor-ku, endi chidamliligiga chidaveradi. Eng qizig'i remont qilmaysiz, shunday turaveradi. Remont qilmaysiz, ha. Yana kraska qil, boshqa qil bo'lmaydi, chang bo'lsa tozalanadi. Yana remont qilib uni bunaqa narsa yo'q. Gipsokarton ham qilishyapti endi. Hozir bizni shu nimada qishlog'imizda, shaharchamizda bunaqa gipsokarton to'xtagan. Hozir ko'pchilik shu MDF patologga o'tib olgan. Sababi o'sha yana keyinchalik remont bo'lmaydi bu narsa. O'sha 20 yilmi, 30 yilmi uzoq yillar xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Xo'p, endi aka qiziqarli joyga kelyapmiz. Ko'ryapman, bizning mahsulotlar bor, karnizlarimiz bor, lentalarimiz bor. Nimaga aynan Bekakbar tanlagansiz? Bekakbar sababi endi o'sha brendi sifatli mahsulotlar chiqarib beradi. Xudoga shukr, mana qilib yuribmiz. Ko'pchilik ko'rib, havas qilib. Bilamiz, bizning karnizlarimiz sifati ajraladi. O'shadan sizning og'zingizdan eshitsak, qana nima bilan ajralib turadi biz karnizlar? Buni sifatliligi karnizni ko'rsatib qo'yasiz, operator aka. Xo'p, bu karnizlarimizni sifatliligi, nimadagi afzallik taraflari shundaki, MDF laminatiga, MDF listiga o'sha nima qilib chiqarishyapti Bekakbar kompaniyasi. Xullas, yopishtirilgan anu faton gullari ham umuman tushib ketmaydi, ko'chib ketmaydi. Afzallik taraflari hali qog'oz emas. Qog'oz emas. MDF ni o'zi qog'oz emas. Zo'r. Chidamliligi o'sha MDF patologimiz qancha xizmat qilsa, bu ham o'shandan kam xizmat qilmaydi, xudo xolasa. U ko'p xizmat qilsa ham kam xizmat qilmaydi. Zo'r. Endi hurmatli kuzatuvchilar, rangi ko'chib Avazbek akamni niyat qilib qo'ygan bo'lsalaring, manzil qayerda? Qaysi manzillarga xizmat qila olamiz?
Xo'p, manzilimiz asosan vodiy bo'ylab, respublika bo'ylab ham xizmat qilaveramiz. Nasib bo'lsa, kelishib qolsak, albatta klientlar bilan borib, chiroyli qilib bitkazib beraveramiz. Endi nomerimizni qoldirib ketamiz. Nomerimiz 99lik 99lik 820 42 31. 820 42 31. Zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, endi videoni oxirida Bek Akbar profiliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun shunaqangi foydali videolarni qilib boramiz. Yangi qurilish qilmoqchi bo'lgan, patolog qilmoqchi bo'lgan yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Videoga like bosib, obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.